davlat xalq xizmatlaridan qabul o'tkaziladi. Qancha oldi? Olislar qaranglar. Mana ko'ylagidan boryapmiz. Mana ichiga ham tekkan ko'ryapsizlar. Qo'lni ko'ryapsanmi? Cho'ntagiga mana bu akada ham bor. Chap qo'lidan olingan namunasi. Ixtiyorlash taqdim qilasizmi? Ha, taqdim qilaman. Kamera yo'qmi? O'zingizmi? Xatlangan pul. Xatlangan ikkalangizda xatlangan pul to'g'rimi? Mana yoqin qancha? Ana yo'qmi? Xolislar ko'ryapsizlar. Muqaddam sizlar ishtirokingizda ishlov berilgan pul. 3 million so'm. Raqami Serial raqam majburiy ijro byurosiga tegishli. Menga undirish kerak bo'lgan 30 million 018 900 so'm yetkazgan moddiy va ma'naviy zarar hamda to'liq oldim. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida joriy yilning 12-mart kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Termiz tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Afg'oniston fuqarosi WhatsApp orqali aloqaga chiqib 1 kilogramm opiy giyohvandlik moddasini 10 ming AQSh dollariga sotishga kelishgan va uni chegara orqali O'zbekistonga yetkazib berish rejalashtirilgan. Tezkor ma'lumotlarga asosan 2001-yilda tug'ilgan mazkur shaxs giyohvandlik moddasini yuk mashinasi uchun mo'ljallangan domkrat ichiga yashirgan holda olib kirishga uringan. 12-mart kuni ertalab soat 7:00 lar atrofida haydovchi KAMAZ rusumli yuk mashinasida chegaradan o'tayotgan vaqtda ushbu domkratni O'zbekiston hududida qoldirish rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida domkrat belgilangan shaxsga topshirilayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan xolislar ishtirokida ushlandi. Mazkur tekshiruv davomida domkrat ichida sariq skochga o'ralgan o'tkir hidli, umumiy og'irligi 1 kilogramm 93 grammni tashkil qiluvchi 4372 dozaga teng opiy giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, 10 ming AQSh dollarini olayotgan Afg'oniston fuqarosi ham Termiz tumanidagi xalqaro bozor hududida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kartoshka niqobi ostida 72 kilogramm gashish fosh qilindi. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari va bojxona idoralari hamkorligida o'tkazilgan nazoratda katta miqdordagi narkotik modda fosh qilindi. 2001-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida yuk avtomashinasi Afg'onistondagi Termiz avtomobil yo'li xalqaro o'tkazish punktiga kirib kelgan va tekshiruvdan o'tkazilgan. Avtomashina yukxonasida kartoshka mahsulotlari borligi aniqlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sinchkovlik bilan tekshiruvdan o'tkazilganda ular orasida kartoshka ko'rinishida yasalgan 222 dona bo'lak, jami 72,3 kilogramm gashish moddasi yashirilgani ma'lum bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu giyohvandlik vositalari Rossiya Federatsiyasiga olib ketilayotgan bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2026-yilda yurtimizda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 54 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Jumladan, Denov tumanida 2 nafar shaxs 500 gramm gashish moddasini Toshkent shahriga olib ketayotgan vaqtida qo'lga olindi. Yana bir holatda jami 10 kilogramm 989 gramm gashish va 2 kilogramm 12 gramm opiy moddalari savdosi vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlangan. Chegara hududida o'tkazilgan tadbirda esa Afg'onistondan noqonuniy ravishda kirib kelgan shaxslardan 8 kilogramm 442 gramm gashish musodara qilindi. Sarosiyo tumanida bir shaxs 14 kilogramm opiy moddasini 180 ming AQSh dollari evaziga sotmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olindi. Denov tumanidagi uy tekshiruvida 700 gramm geroin, shuningdek boshqa bir holatda 56 ta qutiga joylangan 500 gramm marixuana aniqlandi.
Sho'rch tumanida esa 8 kilogramm gashish moddasini olib ketayotgan shaxs ushlandi. Shu bilan birga viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan qurol yarog' va o'q-dorilarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash doirasida 15 ta jinoyat va 137 ta ma'muriy holat aniqlandi. Natijada 29 dona ov quroli, 65 dona pnevmatik qurol, 10 dona tir miltiq, 2377 dona o'q-dori, 2 kilogrammdan ortiq porox, 124 dona qurol qismlari, 5 ta ratsiya va 6 ta elektroshoker musodara qilindi. Targ'ibot ishlari natijasida esa 34 nafar fuqaro o'z ixtiyori bilan noqonuniy saqlagan qurollarini topshirdi. Shuningdek, reyd tadbirlari davomida jami 671 ta sovuq qurol, jumladan 27 ta bita, 24 ta kastet, 322 ta pichoq va 233 ta boshqa ashyolar muomaladan chiqarildi. Amalga oshirilayotgan bu kabi qat'iy chora-tadbirlar yurtimizda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, aholi osoyishtaligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Aholi salomatligi, xavfsizligini ta'minlash hamda sifati kafolatlanmagan va tegishli hujjatlari bo'lmagan tibbiy dori vositalarining savdoga chiqarilishiga qarshi huquq-tartibot idoralari va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan keskin choralar ko'rilmoqda. Zero, bunday dori vositalarining iste'moli inson hayotiga jiddiy xavf solishi mumkin. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, ichki ishlar organlari va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Kosonsoy tumanida yashovchi 1971, 1975 va 1990-yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro tomonidan tumanning O'rikzor, Gulobod va Maxdumiy A'zam mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida tashkil etilgan 3 ta yashirin ombor fosh etildi. Natijada taxminiy qiymati 379 million so'mdan ortiq bo'lgan 723 turdagi jami 57422 dona xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan va sifat sertifikatiga ega bo'lmagan, shuningdek ayrimlarning yaroqlilik muddati o'tib ketgan kontrafakt dori vositalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Xizmatning Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda esa Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi 1965-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida tegishli litsenziyasiz dorixona tashkil qilib, 82 turdagi jami 1520 dona me'yoriy hujjati bo'lmagan dori vositalarini sotib kelayotgani aniqlandi. Bu kabi qonun buzilish holati Samarqand shahrida ham qayd etilib, jumladan 1980-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro ijaraga olgan omborxonalarda 225 turdagi jami 14322 dona iste'molga yaroqsiz dori vositalarini sotish maqsadida saqlab kelayotganligi Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan fosh etildi. Hozirda har uchala holatda olingan dori vositalariga nisbatan ekspertiza tayinlanib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Respublikamizda giyohvandlik vositalari savdosi va ularni tayyorlashga mo'ljallangan yashirin narkolaboratoriyalar faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo va Farg'ona viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari hamkorligida Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1989-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaroga tegishli sumka xolislar ishtirokida tekshirib ko'rildi. Natijada sumka ichida 5 bo'lakdan iborat jami 4 kilogramm 463 gramm gashish moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, ushbu noqonuniy ishga aloqador bo'lgan uning 1990-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan ukasi ham protsessual tartibda ushlandi. Aniqlanishicha, aka-ukalar Afg'onistondan mamlakatimizga kontrabanda qilingan ushbu ajal og'usini Farg'ona viloyatida sotishni rejalashtirishgan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Navoiy shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 2000-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro to'xtatilib tekshirildi va undan 8 ta ampulada gashish moyi va 10 dona folga qog'ozga o'ralgan gashish moddasi olindi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda narkolaboratoriya tashkil qilinganligi ma'lum bo'ldi.
siz yosh giyohvandlik moddasini tayyorlashda nimalardan foydalanasiz? Masalan, asal, choy, kofe moldi. Aralashtirmasam shuni o'ziga to'kib, mana shu joyga, shu yerga. Demak, ko'rishingiz mumkin. O'shalarni aralashmasdan go'sht tayyorlagan bu. Uy sharoitida, to'g'rimi? Shunday. Ushbu manzildan 34 dona izolenta bilan o'ralgan gashish, 63 ta ampulada 88 gram gashish moyi va 2 ta shpritsda 25 mg gashish moyi, shuningdek 640 gram gashish moyi va 2 gram qo'lbola usulda tayyorlangan gashish hamda giyohvandlik vositalarini qadoqlash uchun ishlatiladigan izolenta, tarozi, ampula, shprits va boshqa buyumlar ashyoviy dalillar sifatida olindi. Bizga ko'ramiz. Hozirda ushbu narko savdogarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Mamlakatimizda mavjud kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'shni davlatdan kontrabanda qilingan katta miqdordagi narkotik moddalar to'xtatib qolindi. Xususan, oldindan kuzatuvga olingan Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 1989 va 1992 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro aylanma yo'llar orqali Tojikiston Respublikasining Panjikent tumaniga borib, narko savdogarlardan sof og'irligi 14 kilogramm 766 gram bo'lgan opiy va 14 kilogramm 958 gram gashish moddalarini olib, O'zbek-Tojik davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga qaytib o'tgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Kuzak etish davomida tepalik niqobda bittasida 15 o'ringa baratilgan gashish giyohvandlik vositasi qo'shilish bo'lgan bo'ldi. Ikkinchisida 15 dona o'rinlarda opiy giyohvandlik bo'lgan vosita olindi. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Boshqa holatda esa Samarqand shahrida joylashgan avtomashina qo'yish uchun mo'ljallangan garajni ko'zdan kechiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Samarqand shahar Orzu mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan xususiy avtomashina garaji xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ushbu garajni mana orqa tomoni metal qoplama bilan eshikcha qo'ygan, ochdik, ichkarisida kul rangli granit tosh borligi aniqlandi. Natijada undagi maxsus tayyorlangan xufiya joyda marmar toshlar orasiga 9 kilogramm 40 gram opiy ekstraksiyasi yashirib qo'yilganligi aniqlandi. Ta'kidlash lozimki, bunday narkotiklar odatda xorijdan kontrabanda yo'li bilan olib kelinadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, garaj egasini qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Qayd etish kerakki, har ikki holatdagi jinoyatlarni sodir etganlik uchun qonunchilikda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Joriy yilning 16-mart kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor texnik tadbirlar davomida qimor o'yinlarini tashkil etgan guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, guruh a'zolari Davlatobod tumanida joylashgan Super Sport Arena game klubi orqali internet tarmoqlarida keng tarqalayotgan Mostbet, AdinXpert va Loto kabi qimor platformalariga fuqarolarni jalb qilib kelganlar. Ular Monego platformasi orqali fuqarolarning bank kartalari va ID raqamlari orqali pul mablag'larini qabul qilish va yechib berish bilan shug'ullanganlar. Mazkur holat bo'yicha tezkor tadbir o'tkazilib, oldindan kimyoviy ishlov berilgan jami 2 200 000 so'm pullarni shartli
hurmatli xaridorlar guruh a'zolari orqali Adin Expert platformasidagi qimor o'yinlari uchun yo'naltirib berganlardan so'ng tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan guruh qo'lga olindi. Tekshiruvlar davomida ulardan jami 7150 AQSh dollari, 20 million 235 ming so'm pul mablag'lari, 7 dona plastik karta, 9 dona uyali telefon va pul sanash uskunasi xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, internet orqali qimor o'yinlarida ishtirok etish va uni targ'ib qilish qonunga xilof hisoblanadi. Bu kabi noqonuniy faoliyatlar og'ir huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun barchangizni shubhali onlayn platformalardan yiroq bo'lishga va qonun talablariga qat'iy rioya etishingizni so'rab qolamiz. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor texnik tadbirlar davomida firibgarlik bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs oson yo'l bilan pul topish maqsadida axborot texnologiyalaridan foydalangan holda firibgarlik jinoyatini sodir etgan. U o'zining Redmi 13 Pro rusumli telefon qurilmasi orqali Telegram messenjerida Trading nomli guruhda Muhammad Trader nomi bilan akkaunt ochib, fuqarolarga pul mablag'larini onlayn birja orqali bir necha barobar ko'paytirib berishni va'da qilgan holda reklama joylashtirgan. Shu tariqa u Namangan viloyati Chortoq tumanida yashovchi fuqaro bilan muloqotga kirishib, uning ishonchiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Telegramda trading gruppaga qo'shilib, trading silkasini olib, o'zimga rasmiylashtirib qo'yganman Telegramga. Undan keyin odamlar yozishni boshlagan menga. Yozgandan keyin pulim ko'paytirib bering degan maqsadda yozgan. Xo'p, ko'paytirib beraman deganman. Depozit tashiyman degan. Xo'p deb o'zimni kartamni berganman. O'zim kartamga tashagan pulni. Jam miqdorda 8 million so'm olganman. 4 soatda ko'paytirib beraman deb ko'paytirib bermaganman. O'zim hech qanaqa trading sohasini tushunmayman. Qilgan ishimdan shoymonman. Odamlarga maslahat beraman, bunaqa tradinglarga ishonmasligini. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, internet tarmoqlari orqali pulingizni tez va oson ko'paytirishni va'da qiluvchi shaxslarga ishonmang. Unutmang, ehtiyotkorlik siz va yaqinlaringizni mol-mulkini asrashning eng ishonchli yo'lidir. Har qanday shubhali holatlarga guvoh bo'lsangiz, darhol hududiy ichki ishlar idoralariga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamiga xabar berishingizni so'raymiz. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Namangan shahrida firibgarlik hamda pora berishga dalolat qilish bilan bog'liq jinoyatning oldi olindi. Joriy yilning 25-fevral kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, Davlatobod tumanida yashovchi shaxslar unga tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomashinasini Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishlovchi tanishlari orqali jarima maydonchasidan chiqarib berishni aytib, buning evaziga 2 million so'm pul talab qilayotganliklarini ma'lum qilgan. Mazkur murojaat asosida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Yangi Namangan tumani Furqat mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasida arizachidan oldindan kimyoviy ishlov berilgan 2 million so'm pullarni o'zini Akromjon deb tanishtirgan shaxs olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlar davomida Akramjon va Ravshan ismli shaxslar muqaddam bir necha marotaba jarima maydonchalariga tortilgan avtomashinalarni olib chiqib beramiz deya fuqarolardan noqonuniy ravishda firibgarlik yo'li bilan pul mablag'larini qo'lga kiritib kelganliklari aniqlangan.
Jumladan tergovga qadar tekshiruv jarayonida mazkur shaxslar 2026-yil fevral oyida fuqaroni Gentra rusumli avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berishni va'da qilib, firibgarlik yo'li bilan 800 ming so'm pul olganliklari ham aniqlangan. Shuningdek, yana bir holatda voyaga yetmagan fuqaro avtomashinani boshqarib kelayotgan vaqtda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib, holat bo'yicha avtomashina jarima maydoniga tortilib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, jinoiy guruh avtomashina egasiga ishini ijobiy hal qilib berishni va'da qilib, 100 AQSh dollari miqdorida pul olganliklari ham ma'lum bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi va 211-modda 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.